Semirib qorin sovorsang nimalar bo'ladi? Necha oylik bo'ldilar? Nima necha oylik bo'ladi? Qorningizni qarang, xunukligida chiqib ketganini. Yo'qatingiz yo'qating, bo'lmasa mashinalarni to'xtatamiz. Qoningni shuncha o'rtoqlaring gapirsa ham parvoyingga keltirmaysan, lekin qiz balada eshitganingdan keyin g'ururing yo'l qo'ymaydi. Ertasi kuniyoq yugurgani chiqasan, yugurish bilan ish bitmasligini bilasan. Qora o'lgurda qappayib chiqishi oson-u, lekin qaytishi ancha qiyin bo'ladi. Birinchi bo'lib nafsingni tiyish kerak. Shirinliklardan, gazli suvlardan o'zingni tiyib, endi nafsing bilan kurashib turgan joyingga. Menga qara, sen qanaqa suv ichasan? Menga bezgaz ol, parhezdaman. Nafsingga ham aytganmisan parhezdaligini? Rikol qilma. O'zim olib beraman, maylimi, men o'zim olib beraman. Bo'pti, nafsim bilan kechqurun kelishib olarman. Biror marta senga suv olib bermagan do'sting aynan parhez qilaman degan paytingda senga suv olib bergisi kelib qoladi. Sen ba'dan ichgan suvlaringni kaloriyasini yo'qotaman deb ertalabdan kechgacha trenorovka qilsang ham baribir bu ham 1-2 kunga bormaydi. Ikkinchi, uchinchi kunlarda sekin bir nimani bahona qilib nagli uxlab orasan. Ketdingmi oshga? Men kechqurun ovqat yemayapman, parhezdaman-ku. Parhezni bevaqt soat boshlab olganini qara. U Abror ko'p eshitdi, tekin osh beryapti. Ketdingmi bo'lmasa? To'xta. Parhez nima bo'ladi? Ertadan boshlarmi? Parhez qilib qorinni yo'qotish faqat menga qiyin bo'lyaptimi yo sizlarda ham shu holat bo'lyaptimi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Pak